Bu ne bıçağın bu dostlar? Bu ne bu ahval bu? Vay boy. Şamalam yaman bol tuttu lekin. Hazır as. Xorazmda shunday bir ahvol. Nima bo'lib turibdi? Qara va uchib yotdi-ku bu. Üstüne tushib ketmasa bo'ldi. Shunaqasini ko'rganmisizlar? Aman o'chib yurmaydi. Bir yurma to'xta, qayerga to'xta? To'xta, qayerga to'xtadim to'g'ri. Yo'l ko'rinmaydi. Chang dasida yo'l ko'rinmaydi. Nimadir bo'libdi to'g'onga. Mana shu yerdan. Mashina avaringan yoqqa toptanmi? Hech burun. Shunaqa chang. Mana to'fon, ina to'fon, Xudo saqlasin. Kep-keta gücümni sindirib berkina. Bo'lib turgan to'fon. Yurtimizda shunday kuchli to'fon keldi. Svetlarimiz chiqadi, svetoforlarda. Xudo saqlasin. O'sha muqobillar ham opasting. Barchadan ehtiyotlik so'rab qolamiz. Ina shu darajada bo'lgan hozir to'fon ina sindirib berkina gücümni. Vay. Tabiiy ofat qindi bu. Hala mashinaning ustiga tushmagan bu. Shunda o'tib turgan. Glavni yo'lga bering. Biruni ko'chasi bilan Navoiy ko'chasi kesishgan yerga tushgan. Xudo saqlasin. Changabat ko'chalarimiz, to'fon kutilgan jonli. Hammadan ehtiyotkorlik so'rab qolamiz. Deraklarning telarini, gücümlarning telarini mashinalaringizni qo'ymanglar. Chunki kuchli bo'lib turgan to'fon ina mashinaning ustiga tushmagan ham shunda. Ehtiyot bo'lib aydaverasizlar ko'chalarda. Xudo asrasin. İzi yağmur yağacak, çapalab turibdi yağmur aslan sekin. Bu svetoforlarimiz ham svetlar ishlamay qoldi yine. Bunday svetlar o'chib qoldi ham yerlarda. Shu to'fon bo'lib turgani uchun. Shunday qaynab. Tabiiy ofat, Xudo saqlasin shunday ofatlardan. Hamma sho'xlarimizni ehtiyotkorlik so'rab qolamiz. Yo'llarda ehtiyot bo'lib haydanglar. Chunki svetoforlar ishlamay turibdi. To'fon yo'l ko'rinmaydi qayerlardir. Endi dereklar sinib yotdi, birlarda gücümlar. Hamma sho'xlarimizni ehtiyotkorlikni so'rab qolamiz. Jonli to'fon bo'lib yotdi hozir tumanimizda. Tabiiy ofat ya. Deregim sındı şamalla. Gök buralarında. Oho. Navoiy svetofor, Navoiy zavodskoy. Şamalcanlığı tutturan şunun hesabına. Ellemem adamdan kellesine düşmeyenler şükür bu. Buxoroda juda katta chang keldi. Aslida ko'chaga chiqmaylar. Hapsin ko'zni ochib bo'lmayapti. Bitta turib, bitta o'tirasizlar degan umidda. Mana Buxoroda ahvol.